Abdumalik и Goltu. Fazliddin Madrahimov Abdumalik va Goldning bayonotiga javob qaytardi. Mani eshit Fazliddin. Hamyurtimiz Abdumalik esa Fazliddinni ikkinchi raundga olib bormasligini da'vo qildi. 2 raund agar stoke men 3-raund o'tsa perchatgan shuni yechamanda, pobedani senga beraman. Gold esa bundanda keskir yo'l bilan javob qaytardi. Sen o'zing o'sha boyni ko'rgansan. O'zbek, mazasini qochirib tayladi. Ammo Fazliddin bu gaplarga befarq qolmadi. U o'zining sovuqqonligi, tajribasi va ishonchi bilan raqiblariga ochiq javob qaytardi. Abdumalik, я не знаю, как у тебя язык вообще поворачивается после тех громких слов ты говорил. И 19 числа ты не появился на Хмо-арене. Мы должны были с тобой разделить октагон. В итоге ты воздух гонял и не вышел со мной. Bu qaram-qarshilik endi oddiy gap bilan emas, balki ruhiy urushga ham aylanib ketishi mumkin. А к Голду у меня отдельный разговор. Во-первых, мы у вас были в гостях. После конкурентного поединка судьи посчитали нас победителями. И местные ребята закидали нас бутылками. Если ты таких людей поддерживаешь, я тебя не считаю за мужчину. Har bir aytilgan so'z, har bir aytilgan da'vo kelajakda jangchilarning naqadar kuchli ekanligidan darak beradi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Abdumalik и Голду. Mani eshit Fazliddin. Birinchidan Oktagon bizga normal vazn musharati bera olmadi. Oktagon bilan kontraktimiz tugagan. Ikkinchidan o'zimizda akamizning ligasi bor. Normal vazn musharati beraman dedi. Boksdan tashkil qilaman qaroch dedi. 2 raund stoke urushaman degansan-ki, agar sen men bilan boksdan tushsang, 2 raund agar stoke men 3-raund o'tsa perchatgan shuni yechamanda, pobedani senga beraman. 2 raund o'tsa turib bersang menga turib bersang. Turib bera olmaysan, birinchidan kallang uchirib o'raman, polibon. Men gapirdimmi, gapimga satkizsin qilaman, deysiva qilaman. Eshit. MMA'ga men tayyorman. Любой время men tayyorman. 2026 yilning boshiga men tayyorman. Normal organizatsiya bizga chiqishdan aloqaga urushamiz. Tushunabsanmi? Oktagoni vazn musharati bera olmayapti. Normal vazn musharati berishsin, urushamiz, qaroch. Tushunabsanmi? Eshit. Goltukam bilan meni gapirding. Goltukamni bu ukamimizni razgovorimizga aralashtirma. Tushunabsanmi? Ukamni aralashtirma, senga emas. Kallang uchirib o'raman, senga emas. Tushunabsanmi? Boshqa promoshindagi bizga aloqaga chiqishsin, boy bo'ladi. Men gapirdimmi, gapimga satvizin qilaman, deysiva qilaman. Tushunabsan? MMA urushaman sen bilan. Prosta normal vazn musharati beraman degan o'zimizning akalarimizning ligasi bizga chiqishdi. Shunga men senga aytdim. Tushunabsan? Boksda. Agar MMA'mizda men tayyorman MMA'ga. Tushunabsan? Любой время. Друзья мои, у меня есть обращение к двум медиа-бойцам, Абдумалику и Голду. Абдумалик, я не знаю, как у тебя язык вообще поворачивается после тех громких слов ты говорил. И 19 числа ты не появился на Хмо-арене. Мы должны были с тобой разделить октагон. В итоге ты воздух гонял и не вышел со мной. Так как я остался без соперника, я был готов пойти к тебе навстречу и разделить с тобой октагон на твоих условиях, не гоняя вес и драться с тобой 2 раунда стойки. Я профессиональный боец ММА, если хочешь кому-то что-то доказать, выйди со мной и по ММА реши вопрос. А к Голду у меня отдельный разговор. Во-первых, мы у вас были в гостях. После конкурентного поединка судьи посчитали нас победителями. И местные ребята закидали нас бутылками. Если ты таких людей поддерживаешь, я тебя не считаю за мужчину. Сам кричишь налево, направо, достойные мужики. Где твое достоинство после этого? Задумайся об этом. Лига Октагон, вы знаете, что я всегда на связи. Если вы хотите, чтобы я с ними разобрался, присылайте мне контракт. Мне разницы нет, я могу за один вечер с 2 этими разобраться. Вы же знаете, что они гоняют воздух, а я всегда на деле доказываю. Поэтому всем мира и добра, всем ассаламу алейкум. Mujiki, mana videoni ko'ringlar-da. А к Голду у меня отдельный разговор. Во-первых, мы у вас были в гостях. После конкурентного поединка судьи посчитали нас победителями. И местные ребята закидали нас бутылками. Если ты таких людей... Sen gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi soperniksan, yaxshi sportsmensan. Gap bo'lishi mumkin emas. Kuchli bayissan. Bu hayotga, bu ringga, bu narsaga bitta udar hal qiladi. Gap bo'lishi mumkin. Men sen уважать qilaman boylaringni. Dostойный, недостойный haqida mamlakat gapga kelayotgan bo'lsa, u ringga, u musobaqani o'zing yaxshi sportsmen bo'lsang, sen musobaqani ko'rayotgan ko'zing bo'lsa, o'sha yerga yaqin turgansan. Men borganim yo'q Oktaganga. Sen o'zing o'sha boyni ko'rgansan. O'zbek, mazasini qochirib tayladi. Bitta og'izga tuflamagani qoldi. O'g'ayningni.
zo'r urdi. O'zbekiston xalqi poddeshkani yaxshi ko'radi. Nohaqligiga O'zbekiston xalqi chidolmaydi, nohaqligiga. Chista nohaqlik bo'lyapti. O 2 raund yana urushaman deyapti. O'sha bola yana 2 raund urushaman deyapti. Sen o'zing dastoyli bo'lsang, gap bo'lishi mumkin emas, o'sha bola yutdi deyishing kerak. Sen 2 o'yin urishib qo'yaman, xohlasang, yo'q, men sen bilan urushmayman. Sen oldin bizning akamiz bilan urishib ol. Tushunabsanmi? Sen oldin akamiz bilan urishib ol. Sen bilan любой joy gaplashib olaveramiz, xohlasang. Tushunabsan, Spartakda interes bo'ladimi? Ne interes ne bo'ladimi? Men qo'rqmayman, gap bo'lishi mumkin emas. Sen oldin bizning akalarimizla gaplashib ol, keyin ukalaring kelasan. Tushunabsanmi? Lekin sen dastoyni haqida gapirma. U ekka ne interes ne? Ekka boki nohaqlik bo'ldi. Nohaqligiga o'zbek xalqi chida bo'lmaydi. Amir Temurni o'g'lonlari nohaqligiga chida olmaydi. Chista nohaqlik bo'ldi. Sen shu narsani bil. Agar sen chista sportni interes, sen sportni yaxshi ko'rsang, sportni bilsang, sen kim yutganini sen o'zing aytarding.